Yana bitta novostroykani ko'rib chiqamiz, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Xo'p, mana shu eshikdan kirib kelamiz. Bitta eshikni ko'rsatib o'ting. Podyezddan kirish eshigimiz, holimiz bo'ladi. Holimiz kafel qilingan. Xo'p, sal o'zgacha planirovka. Turimizda sanuzel joylashgan ekan. Kafel qilingan turiq, pollari ko'pli pol. Qo'ltirma kacholimiz ishlab turibdi. Yangi ta'mir, zamonaviy ko'rinish, ranglar, gilam to'liq jihozlangan va kirganda chap qo'limizda oshxonamiz bo'ladi. Oshxonamizda ham hamma kerakli narsalarimiz muhayyo qilingan. Texnika, mebellar, ovqatlanish zonasi, pishiriq zonasi, balkonimiz mavjud mana shu joyda. Derazamiz bu ham juda yaxshi narsa, chunki ovqat pishirishda hidi chiqadi, hidi bemalol tashqariga chiqib ketadi. Mana shu burchakda kacholimiz yashiringan. Bitta shuni ko'rsatib o'tamiz. Operatorda dvorni ham ko'rsatib o'ting. Dvorimiz parkovka joylari mavjud. Bolalar o'ynab turibdi. Tinch joy, oilaviy yashash uchun juda zo'r joy ekan. Samarqand shahar Rudaki ko'chasi. Eski Titova ko'chasi edi, hozir Rudaki deyiladi. Xo'p, kirish qismimiz edi. Kirib olishda operator siz oldinga boring. To'g'riga yana bitta xona va mana bu joyimizga birinchi xonamiz. Oshxonani ko'rdik. Ikkita bolani joyimiz uchun yotoqxona tayyorlab qo'yibdilar. Barcha xonamizda radiator bor. Pollari kafel emas, paket qilingan. Bitta shu xonamiz bo'lib bo'lar ekan. Xo'p. Va kattalarga yotoqxona. Bu xonamizda deraza bor, kerakli mebellar bor, zamonaviy ranglarni tanlagan ekanlar. Konditsioner bor ekan. Bu taraf televizor zonasi, katta shkafimiz hamda ayollarga zona. Dualga qaralgan boyagi derazamiz shu tarafga qaralgan ekan. 2 qavatli oyna akvaplastdan qilingan derazalarimiz. 3-chi oxirgi xonamiz zalimiz bo'ladi. Zalimiz o'zgacha planirovkada ekan, chunki bu joydan tashqari mana bu joyda yana bitta holga o'xshagan joy bor ekan. Derazasi mavjud. Bitta tashqarini ham ko'rsatib o'tamiz. Tinch joy. Bu joy uyimizda ham radiator mavjud. Buni mehmonlarimizda ayol erkaklarni alohida qilsak bo'lar ekan. 90 kvadrat bo'ladi umumiy maydoni. 4-qavatda joylashgan. 7 qavatlik yangi bino pishirishdan qilingan. 90 kvadrat 94 ming deyaptilar. Albatta savdosi bo'ladi. Qiziqqanlar tez aloqa chiqamiz. Eslatib o'taman, Rudaki ko'chasi, Brilliant City'ning qarama qarshisidagi yangi domlar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.